Mana bu sahnani ko'ring. Cristiano Jamalga yaqinlashadi, ammo Jamal unga hatto birov qarashni ham rad etadi. Cristiano salom beradigan imo-ishora qiladi, lekin javob bo'lmaydi. Shu zahotiyoq ko'rasizki, Jamal boshqa portugaliyalik futbolchilar bilan salomlashmoqda va Cristiano Ronaldoni butunlay e'tiborsiz qoldiradi. Bu yerda Cristiano Bernardo Silvaga maslahat beradi. Bernardo unga qaraydi, so'ngra uni butunlay e'tiborsiz qoldiradi. Go'yo Cristiano umuman mavjud bo'lmagandek. Boshqa bir sahnada Cristiano yerda yotibdi. U ko'rib turibdi. Bernardo Silva unga qaraydi, lekin yonidan o'tib ketadi. Haqiqatdan ham raqib uni tasalli beradi. Bu yerda Cristiano Juan Cancelo bilan hazillashmoqchi bo'ladi, lekin Cancelo sovuqqonlik bilan uni itarib yuboradi. Cristianoning reaksiyasi hayratlanarli darajada. Uning yuzida qayg'u, og'riq va eng muhimi tushunmaslikni